Jigar kasalliklariga chalinmay desangiz, ushbu 7 ta odatni shakllantiring. Birinchi odat: ertalab uyg'oning, 1-2 stakan iliq suv iste'mol qiling. Bu eng oddiy, lekin eng samarali odatlardan biri. Tun davomida jigar qayta ishlaydi, toksinlarni qayta ishlaydi va jigar fermentlarini faollashtiradi. Ertalab organizm suvsizlangan holatda uyg'onadi. Faqat bir tavsiyani yodda tuting: iliq suv, sovuq suv emas. Iliq suv ichish u tufagini faoliyatini yaxshilaydi. Jigar hujayralarini yangi kunga tayyorlab beradi. Ikkinchi odat: tarkibida shakar bo'lgan mahsulotlarni kamaytiring. Ortiqcha shakar jigar faoliyatini buzadi va jigar atrofida yog' to'planishiga olib keladi. Kuniga yarim soat yurish jigarni yog' bosish ehtimolini 25-30% ga kamaytiradi. To'rtinchi odat: spirtli ichimliklardan uzoqroq yuring. Bu jigar kasalliklarining asosiy sabablaridan biri bo'lishi mumkin. Har bir spirtli ichimlik jigar hujayralarini shikastlaydi. Agarda jigar kasalliklari bilan kasallangan bemorlar bo'lsa, ularga spirtli ichimliklar aslo mumkin emas. Beshinchi odat: sabzavot va ko'katlarni iste'mol qiling. Brokoli, lavlagi, karam, ismaloq aynan mana shu mahsulotlar jigar uchun juda foydali. Bu mahsulotlar tarkibida jigar faoliyatini yaxshilovchi, fermentlarni normallashtiruvchi moddalar bor. Oltinchi odat: uyqu rejimingizni tartibga soling. Agar siz uxlamasdan boshqa ishlar bilan shug'ullansangiz, jigar o'zini o'zi tiklash jarayonidan qiynaladi va natijada jigarning yog' bosishi, ya'ni yog'li gepatoz kuzatilishi mumkin. Yettinchi odat: har 3-6 oyda jigar tahlillarini topshiring. Bunga nimalar kiradi? Umumiy qon tahlili, ALT, AST, bilirubin va UZI apparatiga tushish. Bu 7 odat murakkab yoki qiyin ish emas. Har bir inson qilishi mumkin bo'lgan oddiy qadamlar. Agar siz bu odatlarni shakllantirsangiz, 5 yildan keyin ham sizni jigaringiz yosh va sog'lom bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga jigar haqidagi to'liq ma'lumotlarni berib boramiz.